alaykum qadrli o'quvchilar. Ingliz tili kursimizning 5-video darsiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda biz o'tadigan mavzulardan biri bu demonstratives, ya'ni namoyish etilayotgan biror bir oldimizdagi yoki uzoqdagi narsani u deb aytish. Xo'sh, boshlaymiz. Bizda ushbu gapni aytish uchun, shunga o'xshash gaplarni tuzish uchun 4 ta so'z mavjud. Bu this, that, this, those. Bu degani nima degani? Masalan, bu doska yoki bu televizor. Yaqindagi narsaga qarab, men ushbu narsa deb aytadigan bo'lsam, men yaqindagi birlik narsa va yaqinda joylashgan va birlik narsaga nisbatan men this so'zni ishlataman. Masalan, this is a TV. Va uzoqdagi, lekin birlikdagi buyum uchun esa men that so'zini ishlataman. Masalan, menda uzoqroqda eshik turibdi. That is a door. Yoki bu yerda ham ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda yaqinda olma, uzoqda olma. This is an apple. That is an apple. Va bundan tashqari ko'plik holati ham kelishi mumkin. Masalan, this ning ko'pligi this. Xuddi shunday holatda yasaladi. Masalan, menda yaqinda bir necha televizorlar turgan bo'lsa agar va ular menga yaqin holatda joylashgan bo'ladigan bo'lsa, men that so'zini ishlataman. These are TVs. Agarda ular uzoqda bo'lsa, masalan, menda uzoqda eshiklar turgan bo'lsa, those are doors deb ishlataman. Va bizlarda xuddi shunday holatda ishlatilish formulari mavjud. Masalan, biz thisni hamda thatni aynan yaqinda, uzoqda, birlik yoki ko'plikka nisbatan ishlatilishini o'rgandik. This yaqindagi bitta narsaga nisbatan ishlatilar ekan va shuning uchun bizda this va thatda birlik narsalarga nisbatan ishlatilgani uchun har doim is qo'shimchasi bilan gaplarni tuzamiz. This is an apple. This is a door. Yoki that is an apple. That is a TV. Xuddi shunga o'xshash. Va esingizda bo'lsa, biz to be mavzusini o'tgan paytimiz aytib o'tgandim, ya'ni keyingi kelayotgan bir necha grammatika mavzularimizda to be ni ishlatilishini ko'rib o'tamiz deb mana. Ushbu mavzuda ham biz to be ni ishlatyapmiz. Is va ko'plikda kelganligi sababli this, ya'ni this va that ni ko'pligida kelayotgan holatlari bo'lganligi uchun biz ular bilan are to be verbini ishlatamiz. Masalan, these are apple yoki those are apples yoki those are pens, these are copybooks deb aytganda ishlatamiz. Va this, that, this va those larning ishlatilishi asosan shulardan iborat. Va bundan keyin article plus noun, bundan keyin esa noun. Va yana bir eslatib o'taman, ko'plikda kelgan otlar uchun article, ya'ni a va an artikellarni ishlatmaymiz. Va ushbu 4 ta ko'rsatkich otlarimiz, so'zlarimiz this, that, this va those mana shulardan iborat edi. Xo'sh, unda darsimizni davom ettiramiz va hozir biz e'tibor beradigan mavzu bu adjectives hisoblanadi, ya'ni sifatlar. Sifatlar o'zimizning o'zbek tilida ham albatta mavjud va bu otni tasvirlash uchun ishlatiladi. Va nounda, ya'ni otdan oldin keladi. Masalan, chiroyli kitob yoki xunuk daftar yoki chizilgan rasm yoki bo'yalgan rasm shunga o'xshash. Va bugun sizlar bilan birgalikda eng asosan boshlang'ich bo'lgan sifatlarni birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, kimdir haqida fikr qilayotganda, biror bir inson yoki buyumni tasvirlayotganda ushbu sifatlarni ishlatishimiz mumkin. Opinion degani fikr degan ma'noni anglatadi. Good, yaxshi degan ma'noni anglatadi. Bizda hamda bad so'zi yomon degan ma'noni anglatadi. Nice
so'zi yaxshi, fun quvnoq, qiziqarli, boring zerikarli, beautiful chiroyli degan ma'noni anglatadi. Agar size yoki biror bir narsaning o'lchamini o'lchayotganda esa ishlatiladigan sifatlar ham mavjud. Bular big katta, small kichkina, tall uzun, short kalta, tiny middagina, huge ulkan. Va bundan tashqari bizda hattoki color ya'ni ranglar ham sifatga kiradi. Masalan, red qizil, blue ko'k, green yashil, black qora, white oq hamda yellow sariq va shunga o'xshash. Feeling ya'ni hissiyotlarni bayon qilayotganda ham sifatlardan foydalanadi. Masalan, happy people xursand odamlar, sad people xafa odamlar, angry jahldor, tired charchagan, excited hayron qolgan hamda worried xavotirlangan. Va bizda yoshlarni va odamni qaysidir ma'noda ko'rinishiga qarab yoshini aytadigan bo'lsa yoki biror bir buildingni yoki binoni ham tasvirlayotganda shu sifatlardan foydalanishimiz mumkin. Old eski, young yosh, new yangi, ancient qadimiy, modern zamonaviy hamda elderly yoshi katta. Xo'sh, navbatdagi sifatlarimizga keladigan bo'lsak, bizda shape ya'ni shakllarga nisbatan ishlatiladigan sifatlar. Bu yerda round aylana, square to'rtburchak, flat yassi, tekis, oval tuxumsimon shaklda, oval shaklda, straight to'g'ri, sanaqa bukilmagan, curved esa noaniq, qiyshiq degan ma'noda keladi. Materialdan yasalgan buyumlarga ham masalan wooden yog'ochdan yasalgan, plastikdan yasalgan, metaldan, cotton paxtadan, silk ipak qurtidan, glass esa ya'ni o'sha asosan stakanlarimiz va butilkalarimiz glassdan yasalgan hisoblanadi. Soft ya'ni yassi, tekis ya'ni yumshoq ma'noda. Asosan yumshoq ma'nosida ishlatiladi. Rough notekis, dag'al, smooth ham tekis, sticky yopishqoq, slippery sirpanchiq hamda wet ho'l degan ma'noni anglatadi. Va bizda quantity ya'ni qaysi ma'noda og'irlikni o'lchashda yoki biror bir narsaning qiymatini o'lchashda, masalan few kam ozgina, sanoqli, many ko'p, some biroz, all hammasi, none hech qaysisi, several bir nechtasi, ko'pi. Va kelib chiqishlar ya'ni Turkish turk, American Japanese yaponiyalik, French fransiyalik, Indian hindistonlik, German germaniyalik, nemis yoki Uzbek o'zbekistonlik. Va asosan boshlang'ich adjectives ya'ni sifatlarimiz shulardan iborat edi va shu joyda 5-video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.